Ingliz tilidan oyiga O'zbekistonda necha pul topardim va nima uchun kasbimni tashlashimga to'g'ri kelgan. Xo'p, Germaniyada bir ingliz tili o'qituvchisi necha pul topsa, O'zbekistonda ham kuchli o'qitadigan o'qituvchilar shuncha kerak bo'lsa ortig'i bilan topadi. Sababi ular qimmat o'qitgani uchun emas, ularda o'quvchilarning o'zi juda ham ko'p bo'ladi. Очередda ham kutib turishadi. Hamma kasb o'ziga yarasha qiyinchiligi bor bo'lgani kabi, o'qituvchilik kasbining asosiy muammosi tomoq bilan bo'ladi. Ya'ni ertalab kechgacha tinimsiz gapiraverganingiz sayin tomoq qurib og'riydigan bo'lib qoladi. Hattoki qancha ko'p suv ichmang. Va menda tomog'im bora ko'zimga ham berib, ham ko'zim xiralashib ham ketdi, tomog'imdan keyin ko'zim achishib ketadigan bo'lib qoldi. Va tushunib yetdim, agar farzandlarim katta bo'lib ko'p savol beradigan bo'lib qolsa, men bu turishda ularni savollarga javob berish o'rniga men charchadim deydigan bo'lib qolaman. Va xo'jayinim ham meni juda ham xohlardilar kasbimni tashlashimni. Sababi mas'uliyat bilan shunaqa qarardimki, hattoki katta farzandimda ertalab 5 da radomga ketadigan holatdaman, lekin holatimga qaramayapman, o'sha kuni darsimga qarayapman. O'quvchilarni ogohlantirmaganman. Qanaqa dars o'tmasam ketishim mumkin. Ota-onalar pul to'layapti. Va o'sha kuni darsimni o'tib, keyin radomga ketganman. Chiqib kelishim ham qanaqa? 3 kun radomdaman. 4-kuni o'quvchilarim dars qolib ketyapti. Men chiqib ketmasam bo'lmaydi. Chiqib kelib 5-kundan darsimni boshlaganman. Inshaalloh juda ko'pchilik so'rayotgani uchun bu videoni qildim. Onlayn bo'lsa ham dars o'ting. Inshaalloh sog'lig'imni tiklab olsam, bir kun kelib albatta yana o'zimning kasbimga qaytaman. Sababi o'zimning kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki kimnidir bir narsaga erishayotganini ko'rsangiz, bu hayotda yashayotganingizni bildiradi.